Jalon aka, Instagramda bo'layotgan shov-shuvli gaplarga fikringiz qanaqa? Ukajonim, san'atkorligini qilsa, sportsmenligini qilsa. Biz avtokreditchilar o'zlarini mashinani sotish bilan band bo'lsaydi, bir-birimizni ishimizga burnimizni tiqib, har xil temalar qilib, kerak yo'q deb o'ylayman deb. Ukajonim, undan ko'ra, o'zlarini ishimizni qilaylik. Bu video orqali xalqqa yetkazib qo'yaylik. O'zlarini haydab yurgan eski mashinalari bo'ladi-ku, qanaqadir eski mashinalar sotolmay, kanallarga qo'yib, bozorga olib chiqib, qiynalib sotolmayotgan bo'lsa, undan ko'ra elparvar JMga olib kelishsa, yilini yengilab beramiz. Xolos agar sotib ketadigan bo'lsa, naqd pulga sotib olamiz ukam. Xullas ukam, elparvar JM avtokreditni manziliga kelishsa, biza orqali xolaslar elektromobil, xolaslar gibrid, xolaslar pnevmatik, xolaslar JM ishlab chiqarilgan mashina, любой turdagisini qilib beramiz. Elparvar manzili Toshkent shahar Sergeli mashina bozoriga kelib yo'lingizning chap tarafida yo'l yuzida mashinalarimiz taqlangan, banerlarimiz bor. Bemalol kelsanglar, joyimiz shu yerda. Biza orqali mashina oladigan bo'lsangiz, biz xursand bo'lamiz. Joninglar sog' bo'lsin.